bu kredit olgan, bu qarz, bu u deb gapirib chiqilyapti. Uyalish kerak. Sizlarga kim kredit olinglar deyapti, to'g'risida. O'zi kreditni o'zi harom narsa bu. Kreditni o'zi mumkin emas narsa-da. Buni mendan yaxshi bilasizlar, to'g'risi. Ribo, sutxo'rlik degani bu. Allohga behisob shukr, shu yoshimgacha men go'r cho'pam olmaganman kreditga boru. Kredit, mana million dollarlab olganlarni eshitaman-da men. Kredit olishgan, baraka topganini ko'rmaganman men. Faqat shu problema, boshida problema to'lolmay yuribdi. Alloh mana shunaqa ko'rsatib qo'yadi-da. To'g'risi, to'g'ri, bir xilla qiynaladi, u qiladi, bu qiladi. Uyga xolodilnik olishi mumkin, dazmol olishi mumkin kreditga. O'sha kichkina narsani ham Alloh og'ir qilib qo'yadi o'sha to'lovlarni, o'sha to'lolmaydigan qilibdi. Chunki bu mendan yaxshi bilasizlar. Men domlalik qilayotganim yo'q, aqllilik qilayotganim yo'q. Kredit olgan odam, bilasizlarmi, Alloh bilan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga urush ochgan bilan hisoblanadi. Eng yomon narsa bu kredit. Gapirib chiqibdi, kredit olishgan yoki qarzi bor, 2 yildan beri, 3 yildan beri to'lolmayapti. Voy, mehnat qilsin, ishlasin, qarzini yopsin, kredit olmasin, nima qiladi kredit olib? To'g'risi, men aqllilik qilayotganim yo'q. Bu bank sohasini ham tushunmayman men, kredit, u bu deydi, vobshe qiziqmayman ham. Alloh bunga meni muhtoj ham qilmasin, xudo xolis. Bor gapni gapiryapman, uzr so'rayman, lekin agar janob tegib ketadigan bo'lsa, liboy yili kelib so'rab olinglar mendan. Men tayyorman liboy joyda. Sog' bo'linglar.